Uz kanalining qadrli a'zolari, bugun har xil oshxonalarga ishlatish mumkin bo'lgan suv boklarimizni sizlarga ikki xil turdagisini ko'rsatib o'tamiz. Video boshidan obязательно videoga like, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoda oxirigacha ko'ring, narxlar ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, O'zbekiston bo'yicha zakaz berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Faqat hozirga aytib o'tilgan narximizdan alohida dastavka bo'ladi. Bu aytib o'tilgan narximiz oxirgi narxi. Bo'ladi, dastavkasi alohida bo'ladi, lekin Farg'ona shahri ichi bepul. Bular eng kichkina sana 20 litr, 30, 40, 50, 60, 80 litrli bo'ladi. Bularni narxlariga keladigan bo'lsa, narxlarini sizlarga aytib o'tamiz. 20 litrlilari $55, 30 65, 40 $75, 50 85, 60 95 hamda 80 $120 qilib beramiz. Buni Nikura brendi asosida ishlab chiqarilgan. Buni juda ko'pchilik ishlatganlar o'zi qanaqaligini juda yaxshi biladi. Buning ichida zapaskasi, hamda qanday jo'mrayi, hamda spirali, hamda mont pishirish uchun qosqonlari o'zida zapaskalar bilan chiqadi. Buni hozir video oxirida ulab ketamiz bularni ham. Endi bularning ikkinchi turlari bor. Bular qanaqa desalaring, bular soatiga hisoblanadi. Masalan, bularda sig'imi bitta siqqan 50 litr bo'lsa, bularda sig'imi masalan soatiga hisoblanadi. Bularga sizlar o'zingizlar quymaysizlar, yonidan suvlab qo'yasizlar. Hamda soatiga masalan 30 litrlik, 60 litrlik, 150, 180 litrlik shunaqa hisob. Bular soatiga qaynatadi, lekin bularda bitta tomoni eng kichkina 30 litrlisi 220, qolganlari 380 da ishlaydi. O'sha bularda aytib o'tganimdek 30 litrli, 60 litrli, 90, 120, 180 litrlari soatiga shunaqa hisob bo'ladi. Bularda narxlari qiziqqanlar bo'lsa, bemalol opsiyaning nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Bularni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Aytib o'tganimizdek, bularda eng kichkinasi 220, qolganlari 380 da ishlaydi. Endi bularni asosan katta-katta oshxonalar uchun ishlatsalaring, bemalol ulgutib bera oladi. Bularga o'zlaringiz suv quymaysizlar, lekin bularga o'zlaringiz quyib turishlaring kerak bo'ladi. Hozir bularni ichida Nikuralarni ichidagi zapaskalarni ko'rsatib o'taman. Ishlar mumkin. Bu o'sha eng kichkina 20 litrligi. Buni ichida ochiladigan bo'lsa, yana hop ichida bitta jo'mrayi, zapaskasi hamda spirallari zapaskasida bo'ladi bu ham. Endi bular termosli, suv qaynagandan keyin ichida bemalol issiqlik o'zishada turadi. Va unaqangi monti qosqonlari o'zida bor. Ishlar mumkin. Bular hammasi o'zining zapaskasi bor. Bu hamma ko'rib turgan 20 dan 80 litrgacha bo'lgan sog'orlarimiz hammasida xuddi shunaqa zapaskalar ichida chiqadi. Bular bonusiga bo'ladi. Kimga narxlar ma'qul bo'lsa, bemalol opsiyaning nomerlariga murojaat qilinglar. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Kanalga like, videoga obuna bo'lishni unutmang.